Siz siniydigan hech qanaqa savol emas. Prosta oddiy javob bering. Men urush boshlash uchun yoki nima uchun qilmayman. Okay. Birinchi, sevgilingizni nima deb chaqirgansiz erkalab deb. Ismini aytib chaqirardim. Bu payt unaqa erkalashlar paydo bo'lmagan to'g'ri edi. Nima deb chaqiriladi uni? Qanaqadir erkalab laqab. Ey deb. Yosh bola bo'lganman, kichkina bo'lganman, meni erkalab yurishardi ko'chada. Men qanday birovni erkalayman bu payt? Unda oxirgisini. Qizim, Mendan. bizdan oldingina yoqtirganimda atlashanidagi qizim bo'lmagan. U o'sha maktabimda bolamdirdim. Bolam deb chaqirgansiz. Aytganman afsuski sizga. Besh qozonni yo'lida aytib berdim. Afsuski sizda yo'q ekan mayli. Menga nima kerak bor uni aytganingiz esimda turib. Nima urushamizmi? Unaqa deb aytmagansiz-ku, men bilsam eslayman-ku. Hokkajam kechiring shu. Men prosta shuni bilmoqchiman bo'ldi. Rahmat hayotimda borliging uchun. Minnat qilib aytyapsiz. Nimaga minnat qilaman? Bo'pti. Sizni juda qattiq yaxshi ko'raman.